Amir Temur va Bibi xonim bu shunchaki muhabbat qissasi emas. Qanday qilib bitta nikoh oddiy amirga yarim dunyoni qonunan boshqarish huquqini berganini bilasizmi? Temur barcha raqiblarini yengdi, ammo taxtga o'tirishga qonunan hech qanday haqqi yo'q edi. Nega deysizmi? Chunki Temurning bobo kaloni Qorachor, No'yon va Chingizxon o'rtasida po'lat varaqqa yozilgan qadimiy ahdnoma bor edi. Qonunga ko'ra, xonlik taxti faqat Chingiziylarga tegishli edi. Temur o'zini xon desa, butun Turon isyon ko'tarardi. Shunda u mislsiz hiyla ishlatdi. Qatl etilgan dushmani Amir Husaynning haramiga kirdi. U yerda Chingizxon avlodi Mavaro-un-Nahr xonining qizi Saroy Mulk xonim bor edi. Temur dushmanining xotinini nikohiga olib, Ko'ragon, ya'ni Buyuk xonning kuyoviga aylandi. U qonunni buzmadi. Taxtga Chingiziylardan suyurg'atmishni topib, Xo'ja Ko'rsinga qo'g'irchoq xon qilib o'tkazib qo'ydi. Farmonlarga esa suyurg'atmish yorlig'idan Amir Temur Ko'ragon so'zim deb yozdirdi. Qonun va imzo xonniki, ammo dunyoni kesuvchi mutlaq hokimiyat va so'z Temurniki edi. Shu bitta nikoh bilan yarim dunyoni egallagan Temur qanchalik boy bo'lgan. U Xitoy yurishidan oldin shunday to'y berdiki, 10,000 kishi sig'adigan ulkan chodirning tirgaklari yog'ochdan emas, sof oltindan ishlangan edi. Elchilarni lol qoldirgan afsonaviy ko'ngil to'yida tilla tangalar nega xazondek sochildi? Bu dahshatli boylik sirlarini o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq obuna bo'ling.